Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ahmadullo Uz kanalining asabiy obunachilari. Do'stlar, kanalimizga like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Xo'p, do'stlar, 2026-yilga qurilish qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, beton quyish narxlari nech puldan bo'lyapti, qanchadan bo'lyapti, nechiga netsa nech puldan bo'lyapti, shular haqida bir ma'lumot olgani keldik. Video manfaatli bo'lsa, albatta podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Do'stlar, xo'p, 70 ga 40 dedingiz, Isroil aka? 70 ga 40 betonlarimiz 100 ming so'mdan bo'lyapti. Hozir mana 70 ga 40 ha. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turganlar betonlaring 70 ga 40 hisoblanadi. Operator nimadan ko'rsatib olasiz, tepasiga chiqib. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu betonimiz 70 ga 40 hisoblanadi. 70 ga 40 betonlarimiz, xo'p, metri 100 ming so'mdan bo'lyapti ekan. Bundan tashqari yana nechisi bor? 1 ga 40. Xo'p, nech puli? Xolos, 1 metrga 40 santimetrli betonlarimiz bo'lsa, xo'p, 1 ga 40lari 30 metr, 130 mingdan bo'layotgan. Do'stlar, kimga xo'p, narx-navolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu betonni narx-navolarni ustalardan qiziqib yurganlar bo'lsa, bemalol solishtirib ko'raverasizlar boshqa viloyat, shahar tumanlari bilan. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Do'stlar, qurilishga oid qanaqangi yana mavzular chiqaraylik, shular haqida bir kommentariyada yozsanglar, xudo xolasa men ashirlarga, ustalarga borib videolar qilishga harakat qilaman. Xo'p, bundan tashqari yana nima ishlar qilinadi aka? Xo'p. Xo'p, akalarimiz hozir noldan tikkalayapti. Bitta dachani xo'p qurilishini qilyapti. Akalarimiz xudo xolasa nomerlarni qo'yib ketamiz. Bundan tashqari akalarimizda svarka ishlari bor, xo'p, santexnika ishlari bor, xo'p, tom yopish xizmatlari bor. Xo'p, nomerlarni qo'yib ketamiz. Vodiy bo'ylab xudo xolasa kelishilgan holatda aloqaga chiqsalaring behijolat. Manzillarimiz Andijon viloyati Xonobod shahridan syomka qilyapmiz. Xo'p, do'stlar, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.